Assalomu alaykum. Sayyora Sobirjonova nomidagi Sadaf kompaniyasi orqali ayolim bilan shu dachaga kelganmiz. Allohga ming qatla shukr. Mazza qilib ishlayapmiz. Dachada umuman gap yo'q. Sharoitiga, hamma yo'g'iga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sayyora opajon, sizga avvalambor tashakkurnoma aytaman. Sababi shunchalik bizni shunaqangi dachadagi ishlarga joylaganingiz uchun Allohim doim ishlaringizni oldiga yurgizsin. Ilohim shunday musofirlarga yordam berishdan ilohim charchamang. Doim sog' bo'ling opajon. Bu videoni o'zim video qilishga qaror qildim. Sababi bu reklama yoki bir maqtanish emas. Chunki bu Sayyora opamga bizning nomimizdan alohida bu tashakkurnoma. Mana sharoitlari mana. Sayyora opajon, sizga avvalambor rahmat opajon. Aziz musofirlarim, sizlarga ham shunday dachalarda ishlashni tavsiya qilaman. Rossiyada yurgan er-xotinlar semeyniy paralar bo'lsa, kelinglar Sadaf kompaniyasi ofisiga. Metro Sholkovskiyda adresi. Sayyora opaga murojaat qilinglar va mana shunday dachalarda ishlashga muvaffaq bo'lasizlar. Mazza qilib ishlaysizlar. Ayniqsa oilaviy kelganlar uchun juda ham yaxshi. Qazaykalarga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Sharoitlar zo'r. Hamma zo'r, sharoitlari zo'r. Tavsiya qilaman, musofirlarim, murojaat qilinglar. O'zim ko'nglimdan ilindim. Rossiyada shu qiynalib yurgan, kerak bo'lsa pulini ola olmay, har xil mashinalarga aldanib yurgan oilalar, shularga sizlarga tavsiya qilaman. Mana bu bizga berilgan uy, mana mashinani ham daji menga bergan. Mana mashinada bemalol magazinga chiqib kelaman, har xil o'zimni nima kerak bo'lsa magazinga borib kelishga mana shu mashinani bergan. Mana shu uy ham, mashina ham mana bizga berilgan. Mana murojaat qilinglar aziz vatandoshlar, yurtdoshlar. Sayyora opajon, sizga avvalambor kattakon rahmat. Doim sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling opajon. Sog' bo'ling.